Yaşashimiz uchun, tunlari tinib uxlashimiz uchun, hech kimdan kam bo'lmasligimiz uchun, barcha holdan toyguncha bizni hamisha ardoklaydigan insondir. Kecha qizlar bazmdan bo'lib chiqsam, yanimizni atalari yig'lab turibdi. Men savol berdim: "Bagajon, to'y zo'r bo'ldi. Nechun yig'lab turibsiz?" dedim. Uka, bu vaziyatni kızım turmuşa çıkayotgan payt tushunasanlar. Men yillar davomida tarbiyalagan, yer-u ko'klaga ishonmagan qizim boshqa xonadonga kelin bo'lyapti. Endi kimdir men hech kimlarga ishonmagan qizimni, yer-u ko'kka ishonmagan ko'zimni oq va qorasini qilgan ovqatiga gap topadimi? Tuzi past bo'pti deb aytadimi? Men o'shanga yig'layapman dedi. Men aytdim, har bir qiz o'stirganni boshida bor bu savdo bajon dedim. Qiz bola palaxmon toshi deydi. Lekin sizda unaqa bo'lmasa kerak. Ha, kuyov bola ham o'zlarimizga, xudo tarafi o'zlarimizga umringiz uzoq bo'lsin deymiz. Nodira xonim